Nuriddin Zinki nafaqat mohir sarkarda, balki adolatni, davlat boshqaruvini asosi qilgan rahbar edi. Xalq uni Amirul Adl, ya'ni odil amir deb atadi. Nuriddin ilm ma'rifatni jamiyat qudratining asosi deb bilgan. Uning tashabbusi bilan Damashq, Halab hamda Humus shaharlarida madrasalar barpo etildi. Nuriddin ulamolarni himoya qildi. Ilm va din ahlini davlatning ma'naviy ustuni deb bilar edi. Hozirgi kunga kelib din va dinni yetkazuvchilari qo'sh tirnoq ichida hurmat qilinadi. Ammo bu hurmat rasmiy marosimlarda, surat va chiqishlarda namoyon bo'ladi xolos. Ilmning o'ziga kelganida esa uning erkin tarqalishiga to'sqinlik qilinadi. Ilm nazorat qilinadi, cheklanadi, hatto haqiqiy ma'noda yetkazilsa jazo bilan qo'rqitiladi. Bu yerda ulamolarga hurmat bordek ko'rinadi xolos. Lekin haqiqiy ma'nodagi ulamolarni yetishib chiqishligiga qattiq qarshilik qilishadi. Chunki bular ilmning ta'siridan qo'rqishadi.